Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hörmetli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamizning navbatdagi bölümünde bu vaqt isim qo'yish masalasi haqida to'xtalamiz. Asray Najim shu chet elda va vatanning ishlarida hozirgi davrda g'alit ismlarning o'tirg'i chiqayotganini ba'zi musulmonlar o'zining o'g'illariga har xil g'alit islomga, hatto uyg'urlikqa millatimizning tunilmagan atibimizda menda ismlarni qo'yish masalalari o'tirg'i chiqyotdi. Bu vaqtda bir tushuntirib o'tgan bo'lsa, zaten musulmon, uyg'ur odam qanday ismlarni qo'yishimiz kerak, qanday ismlarni saqlashimiz kerak. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten bu insanlara isim koyuş meselesi pek mühim. Endi Kur'an-ı Kerim'de uçuk bayan kılıngan yani Adem Aleyhisselam'a periştlerine secde kılışkı buyurgan vaxtıda müşünler periştiler onunla itiraz bildirip bu bende müşünler bozukçuluk kıldığan, yeryüzünde fasat peyda kıldığan məxluqqa secde kıldığan buyuram siz degende Allah Subhanahu Teala bu insanın alaylıkını dep Adem'ge isimlerini öğretken, bilimlerini öğretken, dünyanın o insan için müsahhar kılganlığını asasen görsetken. Yani demek bu dünyada insanların o ismi oludu. Bütün məxluqların şeylerinin özgü layık ismi vardı. Şu cümleden insanın ismi özgü layık buluş lazım. Her insana münasip isim koyuluş gerek. Yani biz Müslüman, hususen biz Uygur Müslümanların desek endi, bizning din bilen boğan, İslam dini bilen boğan tarihimiz 12 asırlık tarihimiz vardı. En az 10 asırlık. Demek biz qanimizga, sulalimizga Müslüman. Müslüman boğan ikimiz elbette bizdeki isimlerimiz, örf adetlerimiz, yürüyüş duruşlarımız hemmisi Müslümanlığa layık buluş gerek endi. Bu cümleden Müslümanların isimleri şu Müslümanca buludandı tabii. Ama yakın bir lıkıdaki bazı galit isimlerin Uygurlarda tarqılayotganlığı, hatta vatanda bazı rayonlarda Müslümanların isminden mesela yakında 22 yıl isimni çekilgenligi oturga çıkıyotydy emdi. İnsanlar isim koyuşta erken, kalgan isimni koydu. Ama bir mümin, Müslüman boğan insan özünün evladıga özüge layık bir isimlerini koyuş lazım. Yani mesela Müslümanların ismi de Peygamber'in meşhur hadisi var. İsimlerini yaxşı tallanlı baldıranlığa, isimlerinin en yaxşısı Abdurrahman, Abdullah degen isimler, mesela Fatıma, Hadice, Ayşe degen isimler Müslümanlarda en yaxşı görüldüğün isimlerdir. Ama aksi bazı insanların galit isimlerinin hususen yakından oturga çıkıyotkанлыгын görüyoruz. Bunun burunmu Uygurların içinde helikidek taş, tümür degen okşaş galit isimler bulatdı. Bu isimler hiçbir manisiz isimler. Biz insanlara isim koyduğun bolsak, elbette bu insandaki isimdenki bir manisi buluş lazım. Endi helikidek köp vaxtıda balığa isim koygan vaxtıda biz bu balanın ismi asman düşken ismi falanı bolsun dep koyumuz. Yani isim insanlara Allah'tan verilgan bir ilham bilen buludandı. Bu şu ilham boğaçka insan özününki ismi cismi layık bir adam buluşu için en yaxşı isimlerini tanlaş lazım endi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farzandlarınıza chiroyli isimlarni qo'yinglar, qiyomat kuni sizning va atlaringiz bilan qo'shib chaqirildi degan hadislar var. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı kişinin isimlerini özgürtü etken Peygamber'in sahih hadiste birisinin Gurab degen ismi Gurab ken o tercümesi Qağı degen onun ismini Müslim özgürtkenligi, birisinin Harb degen ismini Selim özgürtkenligi kirdi. Elbette bazı şimdi İslam'a uygun bulmayan manası, tetkiksiz mananın bir daha isimden, güzel manaların bir daha ismi özgürtüş, elbette bir medeniyetlik. Şunda. Cümlesinden. Onda oğanda şu Allah'a en yaxşı görülgen isim, biz Müslümanlarga qaysi isimlerini koysak, Allah'ın ki kösetken şeriatı, Allah'ın peygamberinin şeriatı uygun bolgan buludu. Şeriatda haram kılınan isimler mi barmı?
bu vaqt bir uch qilmagan bo'lsalar. Şeriatda haram qilingan ismlar bor albatta. Masalan, musulmonlarning ismini Abdurasul, Abdunnabi, Abdulmasih degan ismlarni qo'ydi haqlar. Masalan, u ham bilsa payg'ambarning quli ya bandisi yoki Masihning Isa alayhisolamning bandisi degandek ismlarni haq bilmay qo'ydi. Bu payg'ambar alayhisolam cheklagan ham islomga, musulmonlikqa zid bir ism, ya'ni aqidaga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ism tanlashdimi endi. Bu ism qo'yadigan odam, Alloh bir insonga mayli o'g'il, mayli qiz farzandni ato qilsa, bu bir ne'mat. Bu shu ne'matni shukronasi uchun endi buning qo'yadigan ismni agar bir musulmon odam bolasiga ism qo'yadigan bo'lsa, u kallasiga kelganini boshqalarning bir anglab olgan chiroyli ism ekan deb qo'ymasdan, o'zining bolasiga qo'yadigan ismda bu qo'yadigan bolamning ismining arabcha qo'yadigan bo'lsa, masalan, ma'nosi nima? Bu nima ifoda qiladi? Degandek bir izdinib, boshqalardan so'rab, maslahat so'rab, qo'yish lozim endi. Shunga o'xshashlar Uyg'urchadimi endi ba'zi g'alati ismlar, asl degandek arabchadimi harb degan urush degan bo'ldi endi. Tosh, bu qog'a, raqidek kapta, qumchoq degandek har xil ismlarni qo'ysa, bu insonningki boshqalar tarafidan chaqirishdimi, ismdinlar boshqalarninki ko'zi nazarda kamsitiladigan yoki masxara qiladigan g'alati ismlar bor. Shuning uchun inson hayotida bir umr shunday bir masxara yoki bir shumliqqa dalolat qiladigan ismlarni qo'ymasdan bir chiroyli ism qo'yish lozim. Hatto Uyg'urcha ism qo'ygan taqdirdami endi? Uyg'urchadimi erkin deydi masalan. Yoki uning o'xshagan jur'at deydi. Bu ismlar normal ismlar endi. Ammo bir musulmon uchun bizda umumlashgan ismlar, Abdullah, Abdussamad, Abdulaziz degandek ismlar, shunga o'xshagan nurg'un ismlar bor endi. Ism albatta insonningki bir e'tiqodiga, shuningki bir nimasiga da'vat qilgan istiqomatiga, madaniyatiga tushuntirib beradi. Albatta musulmon odam degandan-ki kelgusida farzandlarimiz shu ism bilan faxrlanib, ya Alloh ota-onam shunday bir go'zal ismni qo'yibdi-ki ya. Bo'lib qiyomat kuni shu ism bilan chaqirilgan gapkan. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyomat ismi bilan chaqirilsizlar, farzandlaringizga shu yaxshi ism qo'yinglar deb nasihat qilgan. Endi unda bo'lganda bu hadisga ko'ra ba'zi shunda kerak ko'rilgan tetiqsiz ma'noli bir ismlar bu ataliq bunda ismni qo'yish ota-onalik mas'uliyatini ado qilmaganlik bo'ladi deganlar chiqadi ekan. Masalan, Umar ibn Xattobning davrida birisi o'zininki bolasiningki qag'ish bo'lganligini shikoyat qilib kelganda, Umar ibn Xattob uni chaqirtib, bolasini chaqirtib, sen dadangni qag'ish bo'libsa deganda, o bola dadam deydigan gapini deb bo'lgan ekan, bola sen so'zla degan ekan. Ya xalifa, bu dadamning qag'anlik gapini qo'yib turayli. Eng avval men bir odam bo'lib, dadamning qo'ygan ismidan o'zimning saboqdoshlarim, o'zimningki amtashlarim orasida ismimni nomus qilib menga bir boshqa huquqimni ado qilmasam, menga shunda sat bir ismni So'lahbatmi bir Toshbaqaning ismini qo'ygan ekanda bola. Endi Umar ibn Xattob kayib ketgan ismini anglab, sen asli qag'ishga balang emas ekansan, sen o'zing qag'ish ekansan degan. To'g'ri. Nima deyildi? Shu anda ota-onalar bu farzand degan bir yurak parimiz. Bu ism bir farzand kirish oldida bo'lgandan keyin cho'qim uning chiroyli ismlarni izlab, ma'nilik ismlarni izlab qo'ysa, o'zim xursand bo'ladi, farzandlarim o ism bilan faxrlanadigan gap. Shu ism qo'yishda Payg'ambarlarning mashhur hadislari bor. Ismda shunda payg'ambarlarning ismini qo'yinglar, solih yaxshi kishilarning ismini qo'yinglar deb. Shunda bir payg'ambarlarning bo'lsin, yaxshi kishilarning ismini qo'ysa, insonning hech bo'lmasa niyatida mening bolalarim shu yaxshi kishilarga falon olim, pustani qahramon ya shu yaxshi kishilarningki ismini qo'ysam, şunun bir izni basar degan umid bilan qo'ygan. Yani insonning butun hayotida qiladigan ishlar hammasi insonning niyatiga bog'liq. Yani shu yaxshi niyat bilan qo'ygan ism ta o insonga bu dunyoda qiyomatdami bir savob yoziladigan, ajrga vasila bo'ladigan ism bo'ladi endi. Onun üstüge insanlar hakkındaki isim koyashtimi, hatta hazır mı? Biz biladigan bazı insanlar özünün ismini numus kıladi.
Ayallıqdek Uğalxan bu degende g'alati bir ismlar qo'yildi ekan. Bu ismning endi ayol kishiga Uğalxan, Uğal degan o'g'il bola endi. Uni Uğalxan deb ism qo'yishning hech hojati yo'q. Yani xuddi dunyoda ism yo'qdek. İsim tanlaganda şu kichik vaqt maskaga ism o'tir yosh bo'lgandan maskalamda yosh qayirgandan maskalamda yo'q, uni surishtirib taqirish kerak da ata-onalarga. Qaysi kuni to'rda Facebook'ta birisi bir kimlikning resimini qo'yib qolibdi. Bir yosh bola ekan Uyg'ur. Uning ismi Jackson debdi. Jackson Uyg'urning bolasining ismi kimligida Jackson, dadasining ismi Uyg'urcha, o'zini Jackson debdi. Bu Jackson degan bu Uyg'urlarga hech yot bir ism endi. Uyg'urchada hatto ba'zi Xitoycha ismlarni qo'yishmi insonni g'alatilik tuyuladi endi. Shuning uchun bu inglizcha bo'lsin, Xitoycha bo'lsin, boshqa millatlarning ismlarini qo'yish hech yoqishmaydigan bir ish. Endi arabcha ismni qo'ymaymiz deydigan gaplar chiqadi o'tirgan. Bu arabcha ism asli bizning o 1000 yillik tariximizda, bizning madaniyatimiz şu Kur'an-ı Kerim'den, hadisden ağan, Kur'an ve sünnetninki ruhidin ağan bir medeniyet boğaçka, Kur'an'daki, hadisteki isimlerini koyuş bizdeki tamamen hakkımız. O Arap dilden ya ki bunun ağan bulmaydandı. Ya bir Müslümanınki ismi elbette Müslümanca, Kur'an hadisten ruhi boyunca buluş lazım. Uygurlarning şey şunda güzel acayip ismi var. Şundan ma'noliq, yani qo'yib derkadigan bo'lsak, abayslar aytgandagi muhim bir narsaga ishorat qildi. Bu ism degan ya adam shunda o'zimizning bir payg'ambarlarning yo sahobalarning yoki bir o'zimizning dadamizning dadalari, maqsad farzandimizga ekan, ash cho'ng dadamdek, ya dadamdek, yo misol falan sahabadek Boşunda bir farzand bo'lsa ekan degan umid qiladigan ekan. Endi balki menda Jackson u deganlar shu o'zining bolasining shunda bo'lishini arzu qilgan bo'lishi mumkin. Alaqa qapaqda nem bo'lsa, shidin bo'lsa tashqi chiqadigan o'xshay, odamning vujudida madaniyati qaysi tarafga bo'lsa, ayda ismlar ko'zga chiroyli ko'rinishi mumkin. Albatta biz sizlar aytgandek Uyg'ur biz necha ming yillik nimizga islomiy madaniyatimiz var bir xalq. Albatta isim qo'yganda Uyg'urcha ismlarni bo'lib maydan mazmunliq, go'zal ismlarni qo'yishga tirishsak, endi shunga o'xshagan islomda ba'zi ismlarni makruh deyildi ekan. Ba'zi ismlar haram degan ismlar bor. Shunga o'xshagan insonniki xorliq ma'nosini beradigan makruh ismlar haqidek o'zi aqidaga zid emas, ama insonning xulqi qo'pol sat aniladigan ismlarning hammasini deyildi. Aşındaki taş, tümür, o bir süpürge akon degandek isimler, bu nayet kabih isimler. Bu isimler mekruh değil dendi. Ama şundan bolsa mu? O yakında bayatında ötkendek ötenderdeki 22 yıl isimni çeklepti. Bu fakatla Müslümanlar için İslam içe, Müslümanca isimini çeklegenlik endi. Yani bir sen milletninki dinini çekleyimiz, onun hatta Müslümanca ismini mi çekleyimiz deganlik bo'ladi. Yani bu işte insan, bu Allah insanını erkin, hür yaratgan. Bu erkin yaratgan bo'lg'achqa, o isim qo'yishdimi, albatta mükemmel erkinlik bor insonga. Ama şu erkinlik nimaning ichida? Axloq, din, e'tiqod doirasi ichida. Undan bo'lgan ekan, bir inson bolasiga qanday bir ismni qo'ysa, bunu hech qanday bir hakimiyet yoki din, xususan İslamda aqidaga zid bo'lmagan, alaqadek Abdunnabi, Abdurasul, Abdulmasih degandek ismlardan boshqa har qanday ismni qo'yish haqqi bor. Makruh sanalgan bu taqdirdami, onu ismini yutkazadigan bir shaklda qilish haqqi yo'q. Shuning uchun har qanday bir taraf, mayli shaxs, mayli jamiyat yoki hakimiyet insanların ismini cheklash yoki onun ismini yutkazitish yoki ma ismlardagi insanlarni biz kimlikni tizimlamaymiz, ismini yutkazib kel deb 30 yoshga kelgan odamning ismini shunday chiroyli qilib Abdullah, Ömer, o bu degandek ismlarni yutkazishni buyurishi bu aqlga sig'maydigan, ham insonningki bir eng oddiy huquqini burmalaydigan bir ish endi. Şu sebepten insanın isim qo'yish erkinligi bor tamamen. Hech kimning cheklash haqqi yo'q. Ammo bizning tashabbus qiladiğimiz har qanday bir musulmon o'ziga loyiq, munosib, chiroyli, ma'noli bir hukm beradigan, insonga mayli moddiy va mayli ma'naviy jihatdan bir ruhiy
uzuq beradigan, insanın tabiatini kötüradigan isimlarni qo'yish lazım. Shuning uchun isimsiz adam bo'lmaydi. Ama isim insonninki kimligini, hatta tug'ilgan tatib o'lguncha kimligini belgilaydigan eng muhim narsa. Yani bu muhim narsaga qarata biz musulmonlarda albatta bir medeniyet, tushuncha, bunun qarata avlodlarimizni qaysi usulda ism qo'yamiz va bu ismni qanday tanlaymiz, bu isim qo'yachaqda kimlarga murojaat qilamiz, bu masalani yaxshi bilishi lozim bir masala. Shuning uchun bu haqda so'zlab o'tiramiz. İnşallah xalqimiz ism qo'yishda albatta o'zining dinini, millatini, urf-odatini, o'zining bir sulalasi yoki bo'lmasa bir milliy kimligini saqlab qoladigan bir ismlarni qo'yishni orzu qilamiz endi. Rahmat. Ve son adam insan, yani bir insan bilen tanışqa vaqtida ya bir xizmat izlab en avval so'raydigan ismendi. İsminiz nima deydigan kelgan. Şu Peygamber sallallohu alayhi vasallam hadislerinde mi? Yaxshi ismlar bilan tapavul, yaxshi pal elish. Mesela Suheyl deb birish kelganligini ishni oson bo'lganligini. Bunday adamning ismi şu bir kun bilan tanışqanda ismingiz nima deymiz. Chiroyli bir ismni anglasak bizga nurg'ulg'an bir ilhamlar keladi. Vaqt munosabati bilan programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Keyingi bilimlarda qayta uchrash umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.